Sharqi Turkiston vaziyatini yaqindan kuzatadigan Zimiston to'rining xabar qilishicha, Xitoyning nomrodlikni tugatish uchun boshlangan Uyg'urlarni ko'chirish siyosati amaliyotda Uyg'urlar uchun madaniyat qirg'inchiligi. Germaniya Xitoy mutaxassisi Adrian Zenz 4-oyning 17-kundagi to'r betida mundaq dedi. Xitoyning atalmish Xinjiangdagi nomrodlikqa qarshi turish programmasi amaliyotda Uyg'urlarni kimligidan mahrum qilish va ularni qul qilishga majburlashning yana bir quroli. Bayonotga asoslanganda Adrian Zenz bu so'zni Amerikadagi kommunizmning ziyonkashligiga uchirganlar sinliq suhbat yig'inida qilgan. Xitoy hukumatining uzundan buyon Uyg'urlarni bo'ysundirish strategiyasining yangi bosqichiga kirganligini ta'kidlagan Zenz, Xitoy hukumatining majburiy emgak silish, qayta tarbiyalash va avlodlarni ayirish orqali Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishga boshlaganligini aytdi. Zenz ta'kidlab yana mundaq dedi: Xitoyning nomrodlikni yo'qotish plani Uyg'urlarni yo'qotish planining bir qismidir. Xitoyning Wuhan'da paydo bo'lgan va davomli dunyoga tez tarqalayotgan Wuhan virusi haqida ajoyib tafsilotlar matbuotlarda oshkorlandi. Suratda ko'rsatilishicha, Xitoy virusini o'z ichiga olgan 1500 o'xshamagan virus Xitoyning Wuhan'dagi virus tadqiqotxonasiga tava kabinetga saqlangan bo'lib, bu yerda yuqumlanish boshlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu rasm 2018-yili Xitoy xabar agentligi tomonidan Twitterda ham baharlangan bo'lib, keyin o'chirib etilgan. Angliya taratqullaridagi doklad qaraganda, Xitoy virusi yuqumi boshlangan Xitoyning Wuhan'dagi virus institutidan tarqalgan bir qism suratlarning buzg'unchilik xarakterlik ta'siri bilan shaparang tojisimon virusini o'z ichiga olgan 1500 xil virusning birining ishiki buzilganligi ko'rsatilgan. Amerika prezidenti Trump agar yangi tipdagi Wuhan virusining tarqalishiga Xitoy mas'ul bo'lmasa, buning oqibatiga duch kelish kerakligini aytdi. Xitoydagi raqamlarning haqiqatni aks ettirmaydiganligini o'tirib qo'ygan Trump, Xitoy o'lim nisbatida birinchi o'rin turdi. Ular o'lim nisbatida bizdan xeyli oldida. Trump Xitoyning yuqum ahvolidagi roli qarta, agar bu xatolik bo'lsa, demak bu bir kasallik. Ammo agar ular qasddan tarqatgan bo'lsa, duch kelgan oqibatlarga mas'ul bo'lish kerak dedi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika davlat ishlari kotibi Mike Pompeo Hong Kongda demokratiyani qo'llaydigan faoliyatchilarning tutib turilishi qarta, Xitoy va Hong Kong vakillar ochiq oshkora va qonun bilan idora qilish va'dasini amalga oshirmadi dedi. Avstraliya Tashqi ishlar ministri Maris Payne Wuhan virusining tarqalishiga munosabatlik masalalar xalqaro mustaqillik tekshirishni talab qiladi dedi. Maris Payne yana mundaq dedi: Virusning yuz berishi, yuqumga qarshi turish va erishgan uchurlarni boshqa davlatlar bilan o'rtoqlashish to'g'risida noma'lum tafsilotlarning yo'qligini, buni faqat mustaqil tekshirish natijasida oydinlashtirg'ili bo'lganligini bayon qildi. Amerikaga o'xshash Dunyo sahiyat tashkilotiga qarta tanqidiy pozitsiyada bo'lgan Avstraliya mundaq dedi: Dunyo sahiyat tashkiloti qo'llangan ba'zi qadamlar yuqumga qarshi turishga foydasi yo'q. Xalqaro tekshirish chaqiriqini qo'llagan Avstraliya sahiya ministri Greg Hunt yana Dunyo sahiya tashkilotining ba'zi tavsiyalarini o'ylashmaydiganligini aytdi. Nigeriyadagi Katsina saqchi idarasining boshlig'i Gambo Isa yerlik matbuotlarga bergan bayonotida noma'lum qurolli unsurlarning Dutsinma, Danmosa va Safana rayonlariga o'chilish hujumi qilganligini aytdi. Isa hujumda 47 kishining qazo qilganligini, nurg'un kishining yaralanganligini aytdi. Isa yana yaralanganlarning doktorxonaga ilib berilganligini tilga ilib, hujumlarning og'ir darajada moddiy ziyonni keltirib chiqarganligini aytdi. Shuning bilan birga bu rayonlarda havo va quruqlik harakatining boshlanganligini bayon qildi. Davlatlik taratqular ilgari qurolli kishilarning viloyatda hujum qilmoqchi bo'lganligini xabar qildi. Ammo bunga yo'l qo'ymadi. Bu sababdan hujumlarning o'chilish uchun qilinganligi baholangan.